O'zini hurmat qilgan doktor 4 ta antibiotik yozmaydi aka. Javozdimi? Qarang, Ceftriaxone plus Ceftriaxone. Amaliyotda juda ham guvoh bo'lamiz. Ya'ni kim shifokorlar tomonidan palapartish antibiotiklarni yozib berish. Albatta o'zini sohamdan kelib chiqadigan bo'lsa, mana shunday palapartish antibiotiklar bemorlarga salbiy ta'sir qiladi. Ya'ni kim gepatotoksik jigariga, atotoksik qulog'iga, umuman organizmga toksik ta'sir qiladi, ya'ni zaharli ta'sir qiladi. Shundoq ekan, har bir shifokor antibiotik yozayotganda bemorni o'zimni onam yoki o'zimni otam yoki o'zimni ukam singlim deb qarab dori yozsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Yaqinda qo'ygan videoyim juda ham katta muhokamaga sabab bo'ldi. Ya'ni kim bir shifokor tomonidan bir necha antibiotik, ya'ni 3 ta antibiotik bitta mikroblarga qarshi dorilar yozib va undan keyin immunitetini ko'tarish yoki bo'lmasa mikroflorani yaxshilash hech qanday dori bermaganligi meni g'ashimga tegdi va men buni ommaga chiqarishga majbur bo'ldim. Negaki har bitta bemorning hayoti shifokorga juda ham muhim hisoblanishi kerak. Meni maqsadim shifokorni ham, bemorni ham ozgina e'tiborli bo'lishga chaqirish hisoblanadi.